20 yillik darddan 2-3 soatda butunlay xalos bo'lish mumkinmi? Javob ha, xalos bo'lish mumkin. Buni isbot sifatida biz qirg'izistonlik Ulug'bek aka bilan hozir suhbatlashamiz. Ulug'bek aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingiz. Allohga shukr, rahmat. Ulug'bek aka, operatsiya o'tkazganingizga qancha bo'ldi? 35 kun bo'ldi bugun. 35 kun bo'ldi bugun. Bu qo'limda ushlab turgan rentgen operatsiyadan oldingi sizni CD chiqaruv nayz rentgeni, bu yerda kuchli to'rayish bor. Shu sababli CD chiqaruvda muammolar bo'ladi. Siz shu muammolarni qanaqa qilib hal qilib kelgansiz shu kungacha, operatsiyagacha? Shu operatsiyagacha shu borib o'zimizdagi urologlarga borib shu bujirina qildirib, shu qilgandan keyin 6 oy, 1 yilgacha CD chiqadi, keyin yana chiqmaydi. Sizlarga kelishdan oldin umuman chiqmay qo'ygan edi. Siyishga qiynanardim, kuchanib siyardim. Mana Allohga shukr, operatsiyadan keyin mana hozir zo'r ham 18 yoshga qaytdik. Yaxshi. Ulug'bek aka, hamma ham bilmaydi bujirimina nimaligini, hozir tushuntirib beraman. Bujirimina degani bu CD chiqaruv nayni ichiga maxsus temirni tiqib turib, shu yo'lni kengaytirish degani. Ya'ni Ulug'bek aka, bu operatsiya borligidan xabaringiz bo'lmagan, to'g'rimi? Ya'ni uretroplastika operatsiyasi sihat klinikasi bo'lishidan xabari bo'lmaganligi uchun shuncha vaqt qiynalib yurgan. Agar sizlarda ham xuddi shunday Ulug'bek aka sanab o'tgan muammolar, shikoyatlar bor bo'lsa, sihat klinikasiga murojaat etishingiz mumkin. Bu yerda Germaniyada malaka oshirgan va ishlab tajribasini orttirgan Ergash Bobur aka, tibbiyot fanlari doktori bu operatsiyalarni o'tkazadi. Hozirda O'zbekistonda eng ko'p operatsiya aynan shu toifada o'tkazgan urologlardan biri hisoblanadi. Ya'ni 3000 dan ortiq sizda o'tkazilgan bemorlar, 3000 dan ortiq bemorlar qatordasiz hozir. Mashallah. Shifo topgan bemorlar qatordasiz. Agar sizlarda shu muammo bor bo'lsa, biz bilan bog'laning va o'z dardingizga shifo toping. Xayr, salomat bo'ling. Ulug'bek aka, sizga ham rahmat. Rahmat, sizlarga ham rahmat. Rahmat.